Hozir shu 6 ta nafta orasida eng katta biomassani shu beradi deb turibmiz hozir. Sigirlarni sutini ko'paytirishda asosiy rol o'ynaydigan dumbul. Assalomu alaykum hurmatli fermerlar, hamkasblar, chorvadorlar. 2025-yil 9-oktyabr Farg'ona viloyati Toshloq tumanida Luqmonov fermer xo'jaligi rahbari Dilshod aka hamda uzoq yillik agronom Mirzo aka va Farg'ona viloyati Farg'ona shahridagi chorvador akamiz, uzoq yillik fermer akamiz Oybek aka, ular necha yillik tajribaga ega insonlar. Dilshod aka, xirmonga baraka. Rahmat. Bu dalyezda mana hozir bir 6 xil urug'ni ko'rdik. To'ppa-to'g'ri 6 xil urug' ekan. Endi nomlarini aytmaymiz, lekin qachon ekilgan? Bir xil muddatda ekilganmi? Yo'q, bir xil muddatda ekilmagan. Eng kech shu ekilgan. Eng kecha ekilgan, ha? Eng kecha siz bergan urug'lar ekilgan, chunki oxirida ekilgan bular. Oxiri ekilgan. Aka, endi ko'pchilikka bu yangilik. Qo'shqatorga ekilgan. 100%, ha. Qo'shqatorga ekilgan. 1 gektar maydonga qancha ko'chat? 90 ming ko'chat 1 gektar. Demak, 90 sxemaga ekkansiz, ha? 90 sxemaga Qo'shqator ekkansiz. Gektarida 90 mingdan kam emas. Yo'q. 90 ming 88 ming. 88 ming. Shamolda yotib qolmayapti? Yo'q. Shamolda yotib bargi qurigan yo'q. Yo'q, bargi pastlarigacha. Hozir shu 6 ta nafta orasida eng katta biomassani shu beradi deb turibmiz hozir. Dumbullarini ham ko'pchilik savol bo'lishi mumkin. Mirzo aka, dumbuliga nima deymiz aka? Dumbuli normalli. Boshqalarga makkalarga qaraganda farq qiladi. Endi aslini olganda birinchi o'rinda bu mehnatlaringiz aka. Mehnat qilinmasa, ming kuchli urug' bo'lsa ham o'zini ko'rsata olmaydi. Haqi rost ekan. Oybek aka, nima deysiz aka? Ajoyib ekan, eksa bo'ladigan. Bu ko'pchilik mana bo'yiga qaraydi, lekin bunda faqat bo'y emas, o'sha sigirlarni sutini ko'paytirishda asosiy rol o'ynaydigan dumbul yoki bo'rdoqida semirtiruvchi mana yem sifatida to'liq hammasi ichki qismigacha bir xilda standart tushagan. Yaxshi chiqdi. Mehnat ham bo'lganda. Kimga mana shunaqangi yaxshi sifatli, ishonchli urug'lar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar.